Assalomu alaykum qadrli Jak Farg'ona obunachilari. Bugungi obzorimizda elimiz suygan avtomobil, ya'ni Jak M3 Plus. Bu mashinamizni dvigateli 108 atmosferni, ya'ni motor bilan jihozlangan. 134 ot kuchiga ega, rasxodi shahar ichida 8 ta. Yaponiskiy motor bilan jihozlangan. Kuzovi полный otsensovka kuzov bo'ladi, ya'ni nержавейкасы bor. Sizga uzoq muddatgacha xizmat qilib beraveradi. Salon qismiga o'tadigan bo'lsak, bu mashinamizda salon qismida ko'rib turishingiz mumkin. Mexanika korobka, Android monitor, konditsioner, pechka hamda haydovchi uchun qulayliklardan bittasi, ya'ni rul upravleniyasi. Sidena upravleniyalari ham mavjud. Bemalol haydovchiga qulaylik tug'diradi. Steklopodyomniklari hammasi elektronnik bo'ladi. Bu yerdan faralarimizni upravlet qilsa ham bo'laveradi bemalol. Danniy bildirishni yoki bokovoylarni ham upravlet qilsa bo'laveradi. Orqa qismini passajirlar uchun o'tiradigan joyi, ya'ni 9 ta odam oladi. Bir kategoriya bilan bemalol haydasalaring bo'laveradi mashinani. Sidenlarimiz hammasi o'sha upravlet bo'ladi, ya'ni oldiga, orqaga, tepa past bo'lib upravlet bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda har bitta passajir uchun USB portlash qurilmalari mavjud. Past stakanchiklariga alohida lak bosib qo'yasizlar. Yuqorida ko'rib turishlaringiz mumkin, klimat sistemalari orqa qismi uchun ham отдельный upravlet bo'ladi. Bu ham bitta qulayliklardan bittasi. Eshiklarining yopilishiga addishi lak deb aytamiz-la. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, takoy logika ochiladi. Kattagina bagaj sig'imiga ega. Bemalol metan propan uстановка qilib joylab qo'ysalaring bo'laveradi yoki ancha-muncha yukni sig'dira oladi. Orqa qismida yana ko'rib turganlaringdek zatni kamerasi bor, polosali kamera. 4 ta baktroniklar joylashgan. Balonlarimizga kelsak, balonlarimiz 15 razmerda. Orqa qismida Risol Plus amortizator bo'ladi. Ya'ni yuk yuklayman degan akalarimiz uchun yuk yuklasam bo'ladimi degan savolga mana shu yerda javob berib o'tib ketamiz. Ya'ni yagona dachadan ruxsatnoma olib, bu mashinada ham bemalol yuk tashib foydalansalar ham bo'laveradi. Bak kirishkasi joylashgan, bak sig'imi, bu ham ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. 55 talik bak sig'imiga ega. Tormozlar orqasi baraban, oldisi diskiviy, ходовойлari независимый подвеска bo'ladi. Ya'ni har bitta balon oldi mustaqil ravishda ishlaydi. Yana bu mashinalarimizga hozirgi kunda to'lov turlari naqd, avtokredit hamda рассрочкаga ham, ya'ni muddatli to'lovga ham xarid qilsalaring bo'laveradi. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Sizlarni Jak Farg'ona, ya'ni Jak Motors avtosalonimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.